Hurmatli ekologlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Sabab bu videoda men gapirmayman. Bu videoda obodonlashtirish xodimlari gapirishadi. Yurtdoshlarimizga nimadir deysizmi? Shu musorlari shu o'zini yashiklariga solsa, latuglarga tashlamasa, oson emas latuglardan tozalab olish. Iltimos qilardim shu yurtdoshlarimizni. Hamma yoq ozoda saqlasin. Mehnatimizni qadrlasin. O'sha yurtdoshlarimizga o'sha gapimiz, tozalik qilsak o'zimizga yaxshi. Yurtimiz toza bo'lsa, bizning yuzimiz bo'ladi chet eldan kelgan mehmonlar uchun ham. Bizlar o'sha kelib tozaligimizni ko'rib, qanday millatligimizni bilib ketadi chet el fuqarolari ham misol. Nima bo'lganda ham aslida musul narsalarni o'sha musul joylariga olib borib, yashillarga alohida shu yerlarga tashlasa yaxshi narsa bo'lardi deb o'ylayman. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar, bu fikrlarni inobatga olinglar.